Siz texnika olishingiz kerak-ku, lekin vaqtingiz yo'q. Ishingiz ko'p. Lekin buni majburan olishingiz shart, chunki unga joy ajratib ketgansiz, texnikasiz uyingizda ishingiz bitmaydi yoki bu bo'lishi mumkin konditsioner, gaz plita, qisqasi maishiy texnika. Siz nima qilasiz shunda? Bozorga tushishga vaqtingiz bo'lmayapti. Yoki misol uchun qanaqadir butikami, o'sha showroomgami borib olishga vaqtingiz bo'lmayapti, qisqasi tanlay olmayapsiz. Nima qilasiz aka? Biz aynan sodda onlayn texnika bozori shu uchun ochilganmiz. Agar sizni vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, texnika tanlashda aka bizni xizmatdamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Sizga Telegramdan sizga aytgan mahsulotlarni, narxlarini, rasmlarini, xarakteristikasi, imkoni bo'lsa videolargacha tashlab beramiz. Siz o'zingizga to'g'ri keladigan segmentda bemalol tanlaysiz. Menga mana deymiz. Sizni uyingizga jo'natib yuboramiz. Siz uni olasiz, ochib ko'rasiz va keyin pulni sanab berib yuborasiz. Dastavkasi tekin bo'lsa, original mahsulot bo'lsa, narx-navo bo'yicha любой joy bilan talashib, tortishib bemalol qarasangiz bo'ladi. Agar bizdan qattandir yana arzon ko'rib qoladigan bo'lsa, shu pulni ham qaytarib beramiz. Ukam $10 andan arzon ko'rib qoldim sendan desangiz, $10 ham qaytarib beramiz. Shunda hech qatdan arzon olmagan hisoblanasiz. Bunga biz javob beramiz. Nima deysiz shunga? Sizga qanchalik ma'qul yechim bo'lardi bu masala? Agar fikringizni yozib qoldiring, sizga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, aka biz tayyormiz, shu xizmatdamiz. Murojaat qiling, mana pastda nomerni yozib qoldirganmiz. Bemalol shu nomerga telefon bilan murojaat qilib, ishingizni bitirib olsangiz bo'ladi. Eng glavnisi narx-navosi, texnikalarni hammasini tanishtira olamiz. Rahmat, charchamaylik.